Assalomu alaykum qadrli tumandoshlar. Ayni damdagi lokatsiyamiz Peshku tumanidan Vobkentga chiqib ketaverish yo'li yoqasidagi 2 sotixlik kottejlarda bo'ladi. Mana shu o'rtimizdagi 2 sotixlik kottej sotuvga tushgan. Narxini oxirida обязательно aytib o'tamiz. Hozir ichkarisini obzorini qilamiz. Bu neobычный kottej bo'ladi. Nima o'zgarishlar bo'lgan? Bir orqaga qurilish bo'lgan. Qo'shimchasiga qurilish qilingan, kuxni ko'chaga chiqqan, bitta 7 bo'lor, yana kladovka bo'lgan. Tem bo'lib ugulga joylashganmiz, zo'r joyga. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan ma'qul deganlarda kelasizlar. Kiraverish eshiklari ham temirdan. Baquvvat. Bismillah. Birinchi mana shu xonadan ko'ramiz. Kiramiz, menimcha bu detskiy emas, spalni qilsa ham bo'ladi. Remontlari qilib qo'yilgan, jaluzi, pardalari bor, isitish sistemasiga ega kottejimiz. Eshiklari MDF dan lyustralar qo'yilgan. Xona kattagina, balangina, pastda nima deydi, parket deydimi? Ha, parket qilib qo'yilgan. Shunaqa qilingan. Keyin xona ko'ramiz. Keyin xonasi mehmonxona hisobiga-da. Bu yo'q mehmonxona hisobiga bo'ladi. Bu yo'g'iga ham pardalari qilib qo'yilgan, isitish sistemasi bor. Kattagina xona bu yo'q ham. Remontlar yangi. Ketdik keyingi xona. Zali ham kattagina ekan. Berib o'zi ham ikkita xo'jalik yashasa ham bo'ladi. Mana bu yo'g'iga yana bitta xonasi bor. Bu yo'q ham pardalar, isitish sistemalari, remontlari qilingan. Bo'm-bo'sh xona turibdi. Yangi remontdan chiqqan. Kelamiz. Ana endi sanuzelga keladigan bo'lsak, xo'sh, operator yaqinroq kelasiz. Sanuzeli qilingan, poldan patologgacha kafellar qilingan, xo'sh, suvlari, hamma narsasi o'tkazilgan. Xo'sh, vannalari bor, suvlari kelib turibdi. Kvartiraga, mana shu kottejga gaz o'tgan. Gazdan muammo yo'q. Mana tomonga o'tamiz. Xo'sh, bu joy oldin kuxni bo'lgan, haqiqatan ham kuxnini ko'chaga ko'chirganlar, ko'chaga perestroyka qilingan. Bu joy ham bitta ovqatlanadigan, mehmonlar kelsa kutib olinadigan mana shunaqa joy qilingan. Ana endi ko'chaga chiqamiz, perestroyka tomonidan. Mana bu mo'jazgina hovlisi bo'ladi. Mana hovlisi. Ko'chaga tualeti bor, alohida darchasi bor. Mana bu tomoniga qo'shimcha uy qilingan. Gaz deganga mana gaz shochka bilan turibdi. Kamaga yerdan suv chiqaradigan xodlar qilingan. Bundan tashqari mana shu zaborning u tomoniga alohida maydonchasi ham bor, огороди. Bu tomonni ko'ramiz. Ana endi mana bu tomoni bizda kuxni bo'ladi. Kuxniga mana shkaflari, gazlari, mana yuvadigan joylari, vitishkalar, Ariston isitish sistema apparatlari hammasi boyvoy ishlaydi. Bu kuxni hisobiga bo'ladi. Mebellar qo'shimcha qilinsa, joy kuxniga yetib o'tadi. Mana bu yoqda o'tamiz. Bu yog'i qishki uy. Qishki uy hisobiga nima deydi, remontlar qilib qo'yilgan. Bemalol qishga maza qilib yashasa bo'ladi. Keyingi tomonga o'tamiz. Xo'sh, ko'chaga chiqamiz. Kladovkasini ham Kladovka, keyingi tomon kladovka bo'ladi. Baribir uyga yashagandan keyin banka keraksiz jihozlarni qo'yish uchun joy kerak bo'ladi-ku. Operator yaqinroq kelamiz. Mana bu joy kladovka hisobiga. Bemalol polkalar qilib banka keraksiz narsalarni qo'ysa, menimcha yetarli joy. Ko'chaga chiqamiz, mana tomonga qo'shimchasiga bitta tualeti bor. Marhamat. Bu arqa darchaga chiqish bo'ladi bizda. Bo'ladi. O'sha arqa darchasiga ham mashinalar uchun yo'llar qilib qo'yilgan, hamma shart-sharoitlari bor. Mana bu ko'rib turganlaringiz, demak o'sha qo'shimcha огороди bo'ladi. Bu joy ham kamida bir sotiqcha chiqadi, chiqib qoladi. Mevali daraxtlari bor. Mana almalari ham bor ekan. Xo'sh, gilos qo'shimchasiga yana nima deydi? Mevali daraxtlar qilinsa, kattagina joy bo'ladi. Mana bu yerdan darvoza qilsa ham bo'ladi. Mana bu joydan darvoza qilinsa, haqiqatan ham zo'r bo'ladi. Tayyor bitta hovlicha bo'ladi. Ana endi menga yoqqan joyi bor. Hozir ko'rsatamiz. Shu oldin tomonidan katta kanal oqib o'tgan ekan. Shu kanalni bo'yiga daraxtlar qilingan. O'sha joyga bitta karcha qo'yib, maza qilib o'tiradigan joy.
Mazza yozga shoxdan oqib kechagi Suvga beyran tashlab, shunday kelib chiqib uyingga kirib ketsang. Mana shunaqa kanal oldidan oqib o'tgan va orqamizdagi kottej bo'ladi. Ana narxi qancha Nosir? Narxi krediti bor kottejimizni Hop. 9500 krediti bor. Aha. Agar kreditini qoldirib afont qilmoqchi bo'lsalar 40 ming dollarga beramiz. Yo kreditini yopib o'timga afont qilib bersa 50 ming dollarga o'tlariga o'tkazib beramiz. Если что, qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilasizlar, mana pastda telefon raqamlar ko'rishib, gaplashib, uyning ustiga gaplashib olamiz. Lokatsiyasi juda ham ajoyib joyda joylashgan.